binoni svetuvchisi ham texnika bo'lmoqchi. Bu tayyor. Biz maqsad nima? Mana bu tok davlatdan kelayotgan tok bo'ladi. Davlatdan kelayotgan tok ichiga kiradi. Mana bu ikkita vixidi bor. O'sha vixiddan biz torta olamiz. Короче, boshida davlatdan kelayotgan tok bo'lishligi, svetuvchgan payti elektrga kiradi. Adashmasam mana narsa bor. Relesi bor. Adashmasam. Tushirilmay, ichini ochmaganman. Mana narsa bo'lganligi uchun, garantiyasiz hech narsaga uchun ichini ochmaganman. Shunday gaplar. Endi ikkita vixididan biz hamma texnikani svet bilan ta'minlaymiz. Bu degani svet o'chgan holatda bu o'zi elektrga kirganida svet binoni svetuvchisi ham texnika bo'lmoqchi. Hech qanaqa ta'sir qilmaydi texnikaga. Naprotiv texnikalar bu orqali ishlasa plyusi nimada? Svet o'ynaganda o't olmaydi. Birinchi qulayligi, ikkinchi qulayligi bir xil apparaturalar 200 voltdan past kuchlanishda ishlaymaydi. Bu o'sha sevamiz. Bizda 200 voltgacha, 180 gacha, 160 gacha past kuchlanishi 220 qilib stabilni ko'tarib beradi. Videoni YouTube'da to'liq formatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimda opisaniyada ссылка qoldirdim. Shu orqali o'tib ko'rishingiz mumkin.